Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Veh Uz bo'laman. Bugungi videoda maqsad uy quramiz, chiroylikkina uy. Bu uyda sizlar ham qursalaring bo'laveradi. Zo'r 3 kishi, menimcha uy zo'r chiqadi deb o'ylayman. Sizlar esa kommentariyaga zo'r chiqibdi, zo'r davay bosing, videolarni yozib tashlasanlaring bo'ldi. Men yangi videolar chiqazaveraman. Orada short videolar ham chiqarib turaman, ammo lekin ko'p like. Bu videoning ikkinchi qismi, bu 15 ta likedan keyin ikkinchi qismini olaman va 5 ta kommentdan keyin olaman. Bo'lmasam men video boshlayin. Birinchi navbatda bu toshdan foydalanasiz. Mana 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Yanta qo'yamiz. Doğrulaymiz. O'g'ishtimizning yoniga. Buncha yaxshi chiqyapti. Bitta, ikkita, uchta. Bu yerga bitta eshik olaman. Buyursimiz olamanda. Buning o'rniga bunday olaman. Qo'yaman. Endi bu yerda sindiramiz, qo'yamiz. Zo'r bo'lishi mumkin. Buni akam bilan topdik. Sizlar mana shunaqa qursalaring chiroyliroq bo'ladi degan umiddaman. Kanishda go'zal chiqadi. Axir bu uy bunaqa qurilmayapti. Sizlar uchun yangi videolar olishga harakat qilaman. Ammo sizlar motivatsiya berib, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yingiz. Va men esa yangi videolarni zo'rlardan chiqarib turaman. Maza qilib ko'rasiz, jigar. Videoingiz o'tib ketmasin desangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yasiz, keyin qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yasiz. Va keyin men video chiqarsam, sizga YouTube'da xabar keladi. Veh Uz video chiqazdi deb keladi. Sizlar ham chiqarishingiz mumkin. Mana qarang, zo'r o'lyapti hozirda. Voy, xato qo'yilib ketdi. Voy, eramiz. Mana ikkitadan keyin bo'ldi. Yana. Endi bu chekalarini xato qo'yibman. Eshik o'rniga menga qaysi mana shu yog'och kerak bo'ladi. 2 3 4 İşte oldu, 3'te. 4'te olsa 4'ten koy çıkarız. Bitti. 2'te, 3'te, 4'te deyimiz. Bir yerge tortup çıkarız. Bu işlerge yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Videoni to'xtatib turib bitta like bosib qo'yinglar, jigar. Sizdan nima ketadi? To'g'rimi? Obuna ham bo'lib qo'ying, hech balo qilmaydi.
Uyimizni ham bitirib olay deyapmiz. Bundan qo'yamiz. Yaxshi bo'lyapti uyimiz. Endi bu yerga qo'yamiz. Qo'lin qoshiqda bu yerga bunday qo'yamiz. Endi bunday uy qurish taktikam shunday. Sizlarniki qanday bo'lsa, xohlaganingizdek quraverasizlar. Men ham boshida bu Minecraft umuman bilmasdim. Meni bu Minecraftga olib kelgan odam meni akam bo'ladi. PUBG ham o'ynayman, ammo lekin telefonim unga sal ko'tarmaydi deyoraylik. Ko'tarmagani sababli ama ayam telefonida mobil o'ynayman. O'zim telefonimda esa PUBG Mobile Lite o'ynayman. Savollar bo'lsa, telefonimning xotirasi bas. Yaqinda yangilashim kerak. Telefonni yangi olishim kerak. Uyimizda bu joydan bo'lyapti. Bu yerga qurib turaylik. Bu yerga qo'ying. Mana ko'chamiz. Tashqariga ham qo'yamiz. Keyin bu yerning o'rniga, bu narsaning o'rniga men hozir qayerdaman? O'rtaga bitta yerga bundan emas, bu sandiqdan, pechkadan, yerda kitob, rasm, anvil, bundan keyin hozircha ularni qo'yib turaverayim. Buni bu yerga qo'yamiz, bitta yetadi. Bunday bu yerga bunday, bu yerga pechka bitta yetadi. Kitob